Yig'ilish o'tkazamiz. Toshkent shahri va viloyat markazlarida bironta hokim bo'sh joylarni topib, yashil zona, odamlar toza havoga chiqib o'tiradigan joylar, sport maydonchalari, fontanlarni ko'paytirishni o'ylamayapti. Arada bir harakat boshlandi, keyin hamma to'xtab qoldi. Bor sport maydonchalari va bolalar o'yingohlari domlar arasidagi yashil hududlar qurilish uchun berilib yuborilayotganidan odamlar norozi. Misol uchun barcha ko'p qavatli uylarga tutash hududlar, stoyanka, bolalar maydonchalari, ichki yo'llarni boshqaruv kompaniyalariga biriktirib berish bo'yicha topshiriq berganman. Lekin Toshkent shahri hokimi 5-maydagi qarori bilan 9802 ta ko'p qavatli uylarni faqatgina bino ostidagi yerlar kadastr bilan biriktirilgan. Maqsadi bitta, qolgan yerlarni qurilish qilish uchun tadbirkorlarga sotish. Qani topshiriq nazorati, qani qonunning kuchi? Bosh prokuror o'rinbosari Samadov Toshqulov bilan bir oyda Uskosmos Qodirov, Kadastr Po'latov bilan birga qaysi hududda yashil zona, sport maydonchasi, bolalar o'yingohi boshqa maqsadlar uchun berib yuborgan bo'lsa, hammasini aniqlab joyiga qaytarish kerak. Ko'p qavatli uylar tutash hududlarini boshqaruv kompaniyalariga berish bo'yicha hokimlar qarorlarini o'rganib, qonunga zidlarni bekor qilish kerak.